Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun 26 aprel 2025-yil. Uzumlarimning holatini bir ko'rsataman. Bu gigant uzumimiz. Ana boshi shu kunlarda xudo xolisa bir haftalik uzog'i bilan kelasi hafta bir chorshanbalarga gullab borsa kerak. Bu 2 yillik gigant. Juda katta boshlari. Juda serhosil. Bu yerda ham bor. Gullash arafasida. Gigant. Hozir avatar ko'rsataman. 1 yillik, o'tgan yili qalamchadan chiqqan. Bunisi avatar nihol ekilgan salafan paketdan. Bu yil sop turibdi, xudo xolisa. Juda serhosil. Bu yerda ham bor. Mana bitta avatarimiz. Hosilni ko'ryapsizlar. Xudo xolisa bular ham shu kelasi haftalarga inshaalloh gullab qoladi. Hozir Alvikani ko'rsataman. Alvikamiz o'g'il. Mana Alvikani oldiga keldim. Mana bir ko'rsatdik holatini. Ertindan gullab boradi bu. Tayyor bo'lib turibdi, yetilib. Hozir yana bitta Alvikani ko'rsataman. Bu ham Alvika. 1 yoshga endi to'ldi, o'tgan yil ekilgan. Juda serhosil. Bu ham xudo xolisa gullab qoladi. Yonida manikür finger. Manikür fingerimiz. Juda serhosil. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Salomat bo'ling.